Assalomu alaykum. AQShning Global Media agentligi qoshida 2004-yildan beri arab tilida Yaqin Sharqqa axborot tarqatuvchi Al-Hurra sun'iy yo'ldosh telekanali yaqinda Xitoyda yashovchi Uyg'urlar taqdiriga bag'ishlangan maxsus hujjatli film tayyorladi. Biz ushbu filmni o'zbek tiliga o'girib, e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Amerika ovozi ushbu masalaga ko'p e'tibor qaratadi. Washingtondagi Uyg'ur faollari bilan ko'p suhbatlar qilganmiz. Al-Hurra kanali tayyorlagan film Uyg'urlar 70 yillik zug'um deb nomlanadi. Unda butun boshli bir xalqqa qarshi etnik tozalash, o'zligidan ayirish siyosati qoralanadi. Uyg'urlar muammosining eng ayanchli tomoni shundaki, bu elat va unga qardosh xalqlar dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan puxta iqtisodiy aloqalarga ega Xitoyda yashashadi. Xitoy kuchli ekan, uning iqtisodiy va siyosiy qudrati oldida ko'p mamlakatlar ojiz, tili qisiq ekan, mamlakat g'arbidagi musulmonlar va jumladan Uyg'urlar hali beri o'zlari orzu qilgan hurriyatga erisha olmaydi. Xitoyning yirik shaharlari jozibasidan yiroqda, sanoat va iqtisodiy uyg'onish pardasi ortida joylashgan hududda Uyg'ur xalqi va unga qardosh elatlar fojiasi keng tus olmoqda. Dunyo tarixida Sharqiy Turkiston muammosiga misol topib bo'lmaydi. Uyg'urlar Xitoy hukumati Shinjon deb atagan yerlarni Sharqiy Turkiston deb ataydi. Mamlakatdagi 33 ta viloyatning eng kattasi. Uyg'ur aholisi 11 millionni tashkil etadi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar va boshqa turkiy xalqlar yashaydi. Uyg'urlar Sharqiy Turkistondagi eng katta qavm. في تركستان الشرقية. في الصين في هذه الأيام ليس هناك مجال. Bugun Xitoyda hatto fikr bildira olmaysiz. Siyosatga qarshi gapirsangiz terrorchi degan tamg'a qo'yishadi. Ekstremist, uni tarbiyalash kerak deb aytishadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 1 milliondan ziyod Uyg'urlar va boshqa millat musulmonlari Xitoydagi tarbiya lagerlarida saqlanmoqda. Xitoy bu muassasalarni reabilitatsiya markazlari deb atasa, Uyg'urlar natsistlarning kontsentratsion lagerlariga o'xshatadi. Meni bir xonaga olib kirib, harakatni cheklovchi apparatga soldilar. Qo'llarimga temir zanjir taqishdi, ko'kragimni ochiq qoldirishdi. Apparatni ichida 6 soat ushlab turishdi. Butun badanim shunday og'ridiki. Odam bu yerlarda adolatsizlik va zug'umdan boshqasini ko'rmaydi. Har kuni o'zingizni yomonlashingiz, qoloq ekaningizni, yovuz dengiz sig'inayotganingizni tan olishingiz kerak. Ular buni shaxsiy tanqid deb atashadi. Harakat qilish mumkin emas. يجلس هكذا دون حراك. الحراك ممنوع. Biroq bu jazoning eng yengil turi. Qamoqxonaning Xitoy xizmatchilari Uyg'ur mahbuslarni o'z diniga qarshi ishlarni qilishga majburlashadi. شرب الخمر. Spirtli ichimlik ichirishadi, cho'chqa go'shtini yedirishadi. Tashqaridagi odam bunga ishonmasligi mumkin, lekin spirtli ichimlik ichgan odamni kommunistik partiya va Xitoy davlatini sevadigan sog'lom odam deb hisoblashadi. Bundan bosh tortganlarni esa ekstremist, Xitoydan ajralmoqchi bo'lgan odam deb bilishadi. Menga islom dinidan voz kechishni buyurishdi. Bo'ysunishga majbur bo'ldim. Bir qog'oz imzolab, Xudoga ishonmasligimni aytdim. Agar bunday qilmaganimda holim voy bo'lardi. Lagerdagi barcha musulmonlarni shunga o'xshash qog'ozlarni imzolashga majburlashgan. Hamma o'z e'tiqodiga sig'inishdan qo'rqadi. Shinjonda bo'layotgan voqealarni oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Lagerlarni hukumat va kommunistik partiya boshqaradi. U yerdagilar rasman hibsga olinmagan, ularga biror ayb qo'yilmagan. Rasmiylarning ochiqchasiga aytishicha, tergov, sud bo'lmaganidan keyin advokatga ham hojat yo'q.
Sun'iy yo'ldosh yordamida 2014-yildan beri suratga tushirilayotgan tasvirlarga qaraganda, tarbiya lagerlari borgan sari kengaymoqda. Demak, u yerdagi Uyg'ur mahbuslarining soni ham oshmoqda. Ularning birdan bir aybi musulmon bo'lgani. الأمم المتحدة كما هو معروف BMT hisobiga ko'ra bu qamoq lagerlarida 1 milliondan ziyod odam saqlanmoqda. Ammo bizning hisobimizcha yaqin orada ularning soni 5 millionga ham yetishi mumkin. 2017-yilda 8334 tadan ortiq shunday muassasa qurilgan. Atigi 1 yilda في عام واحد. Uzundan uzun siyosiy darslarga qatnashga majbur edik. Har oy mahbuslar soni oshayotganini ko'rardik. Xitoy bayrog'ini olqishlash va milliy madhiyasini kuylash uchun saf tortganimizda yangi mahbuslarni ko'rardik. أن سمعت من الذين ozodlikka chiqqan ayrim mahbuslardan yuzlab va hatto minglab odamlar bunday qamoq lagerlarida qolishdan ko'ra qatl etilishni, o'limni afzal ko'rgani haqida ham eshitganman. Uyg'urlar vaqti bilan dunyoning turli chekkalarida namoyishlar uyushtirib, Xitoy siyosatini qoralab turadi. Nacan kötülükni temsilçilgan bayrak olup, bu zulümdün başka narsini temsil etmektedir. Namoyishchilar Xitoy hukumatidan lagerlardagi qarindoshlari va do'stlarining taqdiri haqida ma'lumot berishni ham talab qiladi. Hundreds of thousands and possibly millions. 100 minglab, balki millionlab Uyg'urlar reabilitatsiya markazlarida saqlanarkan, ularning siyosiy qarashlarini o'zgartirishga majburlashmoqda, diniy e'tiqodini yemirishmoqda. Qo'shma Shtatlar hukumati Xitoyda Uyg'urlarning ta'qib etilishini xavotir bilan tilga oladi. Aksariyat boshqa mamlakatlar esa muammoni ko'rmaganga oladi, deydi Human Rights Watch tashkilotidan John Fisher. And I think one thing that stands out very clearly is that Inson huquqlarining bu qadar keng ko'lamda poymol etilishi odatda BMTning inson huquqlari kengashi yoki boshqa mamlakatlar aralashuviga sabab bo'ladi. Vaziyatni tergov qilishga da'vatlar bo'ladi. Biroq aybdor Xitoy bo'lgani uchun ko'p mamlakatlar sukut saqlamoqda. state voices are muted. Musulmon davlatlar va ularning matbuoti ham Xitoyning musulmon Uyg'urlarga nisbatan zulmi haqida lom-mim demaydi. AQShda chiqadigan Tashqi siyosat jurnali bu mavzuni yoritgan. Islom dunyosi yetakchilari Xitoyning musulmonlarni lagerlarga majburlab joylashtirayotgani haqida og'iz ochmaydi. Ko'plab musulmon davlatlar Xitoy bilan aloqalarni kuchaytirgan va hatto Xitoy zulmiga sherik bo'lgan. Hamma gap pulda. Xitoy har bir musulmon davlatning muhim savdo hamkoriga aylangan, deyiladi maqolada. وفي منظمات دولية Xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bor. Hammasi inson huquqlarini himoya qilyapmiz deyshadi. Ammo Sharqiy Turkistondagi vaziyatga kelganda hammasi jim. لا أحد يتكلم كلهم ساكتون. Islomiy dunyo va xalqaro hamjamiyat Uyg'urlar fojiasini sukut bilan kuzatmoqda. Bu fojia 70 yillik tarixga ega. $1949 1949-yilda kommunistik Xitoy Sharqiy Turkistonga kirib uni egallab olgan. O'shandan beri Uyg'ur xalqi zulm, adolatsizlik, azob-uqubatda yashaydi. Xitoyning mustamlakachi siyosati haligacha davom etadi. شنجان هي نفسها تدل أن هذه أرض Xitoy yerimizni Shinjon, ya'ni yangi chegara deb atashidan bu yer asli Xitoyniki emasligini bilsa bo'ladi. أو أرض جديد للصين الشعبية.
Hududning gaz, neft, minerallarga boyligi Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega. تركستان الشرقية ممتلئة Sharqiy Turkiston mineral resurslarga boy, maydon ham katta, deyarli 2 million kvadrat kilometr, ulkan bir kon. كيلومتر مربع. Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatini kommunistik partiya tayinlagan kotib boshqaradi. Mintaqada tub aholining ko'pchilik maqomini o'zgartirish maqsadida hukumat Xitoyning boshqa viloyatlaridan Xitoy millatiga mansub aholini Sharqiy Turkistonga ko'chira boshladi. Uyg'urlarni esa viloyat tashqarisiga. So'nggi 10 yilda Xitoy hukumatining agressiv tashviqoti tufayli Uyg'urlarga terrorchi, bo'lginchi va diniy ekstremist degan tamg'a qo'yishdi. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash Xitoy hukumatiga Uyg'urlarga nisbatan zug'umni kuchaytirishga yaxshi bahona bo'ldi. كان هناك هجوم على الإسلام ro'za tutish, hijob kiyish taqiqlandi. Umuman islomiy qiyofada ko'rinish man etildi. والحجاب منع يعني المظاهر الإسلامية. وهناك طبعا الحرب والضغط Nafaqat dinimizga, balki an'analarimiz, milliy kiyimlarimiz, qiyofamiz, e'tiqodimizga changal solishdi. Deyarli barcha diniy marosimlar man qilindi. كلها تقريبا ممنوعة. الفنانين Xitoy lagerlarida san'atkorlarimiz, shifokorlarimiz, ziyolilarimiz hech bir sababsiz saqlanmoqda. لأي سبب. Shinjonda xavfsizlik choralaridan maqsad barqarorlik, taraqqiyot, birdamlik, farovonlikni ta'minlab, irqchi va bo'lginchi kayfiyatlarga, terrorchi faoliyatga barham berish, vatanimiz xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz hayoti va farovonligini himoya qilish. BMT bosimi ostida hamda qator xalqaro tashkilotlarning takroriy so'rovlari natijasida Xitoy shu yil yanvarda xorijiy matbuotni Uyg'ur faollari qamoq lageri deb atovchi muassasalardan biriga qo'ydi. Qashg'ardagi ta'lim va kasb hunar markazida Uyg'urlar bilan suhbatlashgan jurnalistlar manzaraning sahnalashtirilganiga guvoh bo'ldi. Uyali telefonga hojat yo'q. Agar oilamizga qo'ng'iroq qilishni istasak, rahbarimiz buni tashkillashtirib beradi. Telefonimizni bu yerga olib kirsak, o'quv jarayonidan chalg'iymiz. Rasmiylar xorijiy jurnalistlar tashrifiga oldindan puxta tayyorlangani ko'zga tashlandi. Bu juvondan aybingiz nima deb so'rashganida u noqonuniy e'lonni bir necha marta tinglaganini, ekstremist g'oyalari borligini, qonunga xilof ish qilganini aytdi. Yil o'tib ham hududda vaziyat o'zgarmaganday. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga zug'umi davom etarkan, na xalqaro aralashuv va na sanksiyalardan darak bor. تخطيطهم ايش؟ انه Xitoyning rejasi shuki, 2050-yilga borib, Uyg'ur va Turkiston degan so'zlar lug'atimizda yo'qolishi kerak. والعالم ساكت. Siz Uyg'urlarning Xitoydagi ayanchli hayotiga bag'ishlangan hujjatli filmni tomosha qildingiz. Uni AQShning Global Media agentligi qoshidagi Al-Hurra sun'iy yo'ldosh telekanali arab tilida tayyorlagan. Film Amerika ovozi o'zbek xizmatida o'zbekchaga o'girildi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Men Odil Ro'zaliyev. Hozircha xayr.